Bolalar borki, butunlay faqatgina bahoga, sovg'aga, tashqi motivatsiyaga bog'lanib qolgan. Eng yomoni. Va yana qayta tushuntirishdan charchamayman. Tashqi motivatsiya vaqtinchalik. Bola uchun ham, katta inson uchun ham farqi hamma narsa shu tashqi motivatsiya bu vaqtinchalik narsa. Shaxsiy brend ustida ishlashdan oldin birinchi o'rinda biz shaxs bo'lishga harakat qilaylik. Shaxsimizni ustida ishlaylik. Isbot sifatida bir rivoyatni aytaman. Bir kuchli tabibga farzandini aytishadi, yosh bolachani juda ko'p shirinlik yeydi va shunaqa bo'ladiki, agar yana shirinlik yeyishni davom etsa agar u farzandga og'ir kasallik va hattoki o'lim xavf solayotgan bo'ladi. O'sha uchun tabibga aytishadi, iltimos deydi tabib, shunaqa qiling, shu bolam shirinlik yemaydigan bo'lsin. Asal yemasin, chunki asal uni hayotiga zahar bo'layapti. Uni o'ldiradigan manbaga aylanyapti. O'sha uchun asal yemasligi uchun iltimos o'sha narsani bir ilojini qiling, bolam yemaydigan bo'lsin degan paytlar shunaqa qaradilar o'sha tabib, ulamo 40 kundan keyin keling deydilar. Farzandingizni 40 kundan keyin keling, men davolab beraman deydilar, aytaman deydilar. Chora tadbirni ko'raman deydilar. 40 kun o'tadi, 40 kundan keyin kelishadi. Shuna bolachani olib kelishadi, qarab o'tiradilar, bolam deydilar. Boshqa asal yema, xo'pmi deydilar. Bolacha xo'p deydi, tam shu bilan asal yeyishni to'xtatadi. Ota-ona hayratda va tushunmaydi, va aqliga yetib kelmaydi. Bitta so'z aytish kerak ekan, o'sha so'zni bizani 40 kundan keyin keling demasdan turib ham aytsangiz bo'lardi-ku deb aytishganda shunday javob olishgan. Tabib shunday deganlar. O'sha kuni meni o'zim mazza qilib asal yegan edim. Men o'zim mazza qilib asal yeb turib, qanday qilib bolangizga asal yema deb aytaman. 40 kun o'zlari asal yemaganlar. O'zlari 40 kun asal yemasdan bolaga bir martaga asal yema degandan bola o'sha asal yeyishni to'xtatgan. Nimaga? Chunki o'zlari amal qildilar. Bizni so'zimizni qudrati bo'lishi uchun biz avvalambor o'zimiz amal qilishimiz kerak. Ota-ona sifatida, ustoz sifatida, bobo-buvi sifatida, jamiyatdagi har qanday inson sifatida agar bizni so'zimizni kuchi, qudrati bo'lishni xohlasak, har bitta aytadigan so'zimizni og'irligi bo'lishni xohlasak, o'sha aytadigan so'zimizga o'zimiz amal qiladigan insonlardan bo'lishimiz kerak. Bizda bilim bor, amal yo'q. Yaxshi ma'lumotlarni bo'lishyapmiz, yaxshi narsani beryapmiz. Lekin oxirga qarasangiz nimagadir oxiri yo'q. Na g'alvir ko'tarilgan payt qarasangiz hech narsa yo'q. Nima uchun? Chunki o'sha ma'lumotni berayotgan insonlarning o'zini bir hayotini kuzatsangiz, o'zi qanchalik amal qilyapti. Men juda shunaqa fikrga egaman. Bu 100% o'zim shaxsiy fikrim va hech qanaqangi kim qanaqadir fikr bildirsa ham men bu fikrim o'zgarmaydigan. Shaxsiy brend ustida ishlashdan oldin birinchi o'rinda biz shaxs bo'lishga harakat qilaylik. Shaxsimizni ustida ishlaylik. Shaxs sifatida kamolotga yetishga harakat qilaylik. O'shani ustida ishlaylik. Shaxsiy brend ustida ishlashga. Biz brendni upakovkani ustida ishlayapmiz, lekin korobka bo'mbo'sh. Ota-onalar ham brendni ustida ishlashyapti. Ya'ni farzand oldida chiroyli model bo'lmoqchi, ana shunaqa bo'lish kerak, o'rnak olgan, ana bunaqa qilgan deymiz, lekin ichini oching bo'mbo'sh. O'sha uchun ham va bir narsani juda xohlaymanki, men bu narsani ko'p tushuntiraman ota-onalarga va yana qayta tushuntirishdan charchamayman. Tashqi motivatsiya vaqtinchalik. Bola uchun ham, katta inson uchun ham farqi hamma narsa shu tashqi motivatsiya bu vaqtinchalik narsa. Biz masalan dars o'tayotgan paytimiz shunaqa o'qituvchilarimiz ham o'zimiz ham darslarimizda English school bo'lgani uchun bolalar qiziqishi uchun, xursand bo'lishi, jarayonga moslashib ketishi uchun, ya'ni bir yangi olamga kiryapti, moslashish kerak, qiziqish kerak, motivatsiya zo'r bo'lsin deb biz baholash sistemasi yo'qda bizda, chunki biz o'quvchiga baho qo'ymaymiz. Baholash sistemasi uzoqda biz. Unaqa label yopishtirishdan
yulduzchalar, smayliklar beriladi, smayliklar yig'ilsa agar sovg'alar beriladi. Mana shunaqa bir sistemada bu boshida boshlang'ich darajada. To bir bola o'sha dengizga sho'ng'igancha. O'shaga vazifalarni, ko'p vazifalarni, o'sha narsalarni qilishni, uxlamasdan bajarib kelish uchun, darslarga yozishi uchun, o'tirib olib yodlashi uchun, prezentatsiyalar taxlashi uchun yoki qanaqadir qo'shiqchalarni yozib yoki vaqtiga hammasini bajarib, birinchi uyga vazifamni qilamanda, keyin borib uxlayman deydigan holga kelish uchun o'sha muhitga bir o'ziga jalb qilib olish uchun biz ana shunaqangi tashqi motivatsiyani vaqtinchalik qilganmiz. Chunki tashqi motivatsiya faqat vaqtinchalik ishlaydi. Bir huk qilgancha, ya'ni bir ilintirib olgungacha. Ilingandan keyin ana shu bir ilm dunyosiga sho'ng'igandan keyin u yerdan chiqisi kelmaydi bolani. O'sha unga tashqi motivatsiya keragi yo'q. Haqiqiy har tomonlama rivojlangan sog'lom bolaga u sovg'a berasizmi, yulduzcha berasizmi, smaylik berasizmi, qizig'i qolmaydi. O'zi o'rganib ketishni xohlaydi. Lekin o'sha jarayonda shundaqina aytganimdek, elagan payti shuna chiqadiki, shuna bolalari bor, qaysiki faqat tashqi motivatsiyaga bog'lanib qolgan. Eng yomoni. Tashqi motivatsiya bu bir aytganimdek qiziqtirib olish uchun, o'sha jarayonni ko'rsatish, o'sha holatni, o'sha ilm olishni, taftini, qanchalik qiziqligini bilishini his qilib, miyachasi rivojlanayotganini ko'rib, qanaqadir motoriklar zo'r ishlab ketganini his qilishi uchun, o'sha qilgandan keyin u doimiy o'zi xohlaydi. O'zi miya doimiy xohlaydi uni oziqasini. Lekin boshida qiyin bo'lgani uchun, yangi narsa bo'lgani uchun, nagruzka bo'lgani uchun unga tashqi yerdan motivatsiya berib turadi, qo'llash beriladi, backup qilib turiladi-ki, davay zo'r ketyapti. Qo'llab o'zi yetib olgandan keyin, nagruzkani ko'taradigan holatga kelgandan keyin aytiradi avtomatik normal. Lekin shuna bolalar borki, butunlay faqatgina bahoga, sovg'aga, tashqi motivatsiyaga bog'lanib qolgan. Bu bolalar tan olinilmagan bolalar hisoblanadi. Ya'ni ota-onalarga aytmoqchimanki, faqatgina farzandingizni o'qish uchun hamma narsani moddiga bog'lab qo'yishingiz bu tanganing ikkinchi tomoni ham bor degani. Ya'ni faqatgina ana shu olib turadigan narsasi uchun o'qiydi, uni olgandan keyin dashi kuda. Keyinchi. Keyin nima bo'ladi? Masalan, 5 baho olsang buni beraman, xo'p 5 baho oldi. Faqat baho uchun o'qidi. Ya'ni u haqiqiy ilm olishi ta'mini totgani, u bahoni olyapti narsani olish uchun, pulini olish uchun. Ana shu yerga e'tibor beraylik. Ya'ni biz qiziqtirib, muhitga moslashtirib, shu ilmni ta'mini totib, o'shanga sho'ng'ishi uchun qilinayotgan yo'nalish boshqa. Lekin faqatgina beruvchi qilish umuman boshqa narsa hisoblanadi. Ana shu narsalarni ham hisobga olsakkina biz bitta narsani bilishimiz mumkinki, hozir bir daqiqa. Aynan nimaga e'tibor berishimiz kerak? Chindan ham biz farzandimizni rag'batlantirishimiz kerak. Lekin bu rag'batlantirishimiz bolaning rivojiga hissa qo'shish kerak. Uni faqatgina oluvchi, nimadirni olish evaziga nimadir qilishiga o'rgatib qo'ymasligimiz kerak. Eng asosiy, muhim bo'lgan nyuans ham mana shunda. Ya'ni nimaga men boya aytdim, bolangizni ya'ni agar faqatgina nimadir olishga, sovg'a olishga qarab yoki faqat yulduzcha olishga yoki baho olish uchun o'qiyotgan bolalarda tan olinilmagan degan paytdagi joyi yopib qolib ketdi. Buni qisqagina ochib beraman. O'zi alohida bir anchagina katta mavzu hisoblanadi. Lekin biz bilishimiz kerakki, yoshligida bolani agar ota-onasi kerakligicha unga bo'lgan ehtiyojlarni qondirmasa, ya'ni ehtiyoj nima? U bolani maqtashi, qo'llab-quvvatlashi, sani qo'lingdan hamma narsa keladi, sen eplab bilasan deb u bolani borligicha har qanaqa holatida tan olmas ekan ota-ona, bolada shunaqangi sindrom paydo bo'ladiki, ya'ni men o'zimni tan oldirtirishim uchun men nimadirni zo'r qilishim kerak. Ya'ni men yaxshi baho olishim kerak.
man masalan eng zo'ri bo'lishim kerak. Man yaxshi o'qisam, ota-onam meni tan oladi. O'shacha yaxshi o'qiyman deydi. Agar men 5 baho olib kelsam, ota-onam meni maqtaydi, "Молодец" deydi. O'zini tan oldirtirish uchungina o'qishiga, yutuqlarga ega bo'lishga harakat qiladigan insonga aylandi va bu bora inson ulg'ayganda yetarlicha o'zini izini qoldirgan bo'ladi. Oddiy misol qilib oladigan bo'lsak, hozirda ayniqsa Instagramlarda, Telegramlarda juda ham avjiga chiqqan yoshi o'rtalar orasida, ya'ni yoshi kattalar orasida ham nimadir yaxshi yeyishsa videoga olib qo'yishadi. Nimadir zo'r mashina olgisi keladi odamni, что "Vau, zo'r mashina olibsiz, zo'rdasiz" deyishni eshitish uchun yoki qayerdadir zo'r aylanishga boshladi. "O, siz bittadasiz, zo'r aylanishni bilasizda" deyish uchun zo'r binolarni qurishadi, ikki etajli qilib, dang'illama topgan pulini, bor mehnatini shunga yo'naltirib, zo'r bino quradigan shu odam "Vau, zo'rsizda" deyish uchun. Ya'ni bu nima desak, har bitta harakat, mashina olish, hattoki yeyishi, ichishi, yashashi, bo'lgan hamma narsani odamlarga ko'rsatish uchun. Ya'ni meni tan olinglar, men shunaqa zo'rman degan narsa uchun qilinadigan holat. O'sha uchun ham men juda ham ko'p videolar ko'rgan paytim, shuni o'sha listach qilayotgan paytda o'sha bilinadi u odamning psixologik qanaqa ehtiyojlari bor va u nima uchun bu ishni qilayotgani uchun. Qilayotganini shuna yaqqol o'zi ongsiz ravishda, podsoznательный уровеньda shuni ko'rsatib qo'yadi. Va o'sha uchun ham ertaga hayotda butun umr meni tan olinglar deb hayotni gonkasi, ya'ni poygasiga qo'shilib ketib faqatgina yugurdan iborat bo'ladigan hayot kechirishni xohlamasangiz farzandingizni, iltimos, uni faqat maqtashingiz, tan olishdan zo'r deyishingiz faqatgina nimadir qilgan ishi uchun bo'lmasligi kerak. U bolani o'zini borligi uchun, seni prosta borliging uchun, sen farzandim bo'lganing uchun Alloh taolo shu yer yuziga bizga in'om qilib, hadya qilib, tuhfa qilib bergani uchun seni yaxshi ko'ramiz. Sen har qanaqasiga bizning farzandimizsan. Biza seni yaxshi ko'rishimiz uchun sen nimadir qilib o'qishing, baho olishing yoki zo'r bo'lishing emas, boring uchun yaxshi ko'ramiz-da. Bo'ldi. Bola o'qiydi, zo'r o'qiydi, lekin sizni tan olishingiz uchun emas, ertaga birovlar uni maqtashi uchun emas. U o'zini hayotdagi missiyasini bajarish uchun, o'zini hayotidagi предназначенияsi uchun, o'zi hayotida o'zi xohlagan narsalarni, o'zi hayotida erishmoqchi bo'lgan narsalarni o'zi uchun xursand bo'lib, zavq qilib qiladi. Ya'ni kimgadir ko'rsatish uchun emas, kimdir uni tan olish uchun, kimdir "Va zo'rsiz-da" deyish uchun emas. O'ziga yoqqanligi uchun, uni qo'ldan keladiganligi uchun va o'sha narsadan o'zi ham qoniqish oladi va boshqalarga ham foydasi tegadiganligi bo'lganligi uchun qiladigan insonga aylanadi. Va juda ham ko'plab ota-onalar o'zi yoshligida ana shu tan olinilmaganligi uchun, ota-onam tan olsin deb meni zo'rligimni, men kallam ishlashini, yaxshi kallam ishlashini, men qo'limdan nimadir ish kelishini ko'rsatib qo'yaman deb harakat qilib qancha ishlarga qo'l urishgan. Va oddiy misol tan olishimiz kerakki, ana shu narsa yil o'tgani sayin qancha qilganimiz sari u ehtiyoj yopilmaydi, undan ko'payaveradi, yanada ko'proq xohlaydi odam. Yoshligida o'sha endi yoshi katta insonlarni nazarda tutyapman. Ota-onalarni, masalan, o'zimiz tengilarni yoshligida masalan, qo'lingdan hech narsa kelmaydi, eplay olmaysan. Shuni ham eplay olmadingmi? Sen dovdirsan-da, eplay olmaysan-da, kallang joyda bo'lsa, qara u qanaqa qilibdi, men buni qanaqaga sanchi deb aytilingan narsa ichimizda qolib ketgani uchun qayerlardadir bir kavlasaga chiqadi o'zi. O'sha narsani ko'rsatishni, men qo'limdan ish keladi, men ana eplayapman. Men ana nimadir qilayapman, meni tan olinglar deb odam ichkaridan ado bo'lib mehnat qilib yotibdi. O'sha uchun na qilayotgan mehnatimizdan lazzatlanamiz, na bir hayotimizdan lazzatlanamiz, na bir mashinamizni, mashinani oldik, bir hafta mindik, bir oy mindik, bir yil mindik, keyinchi uni zavqichi. Biz uni bizni tan olsinlar, bizni zo'rligimizni tan olsin. Shunaqangi zo'r mashina egasi, mana shunaqa ishni qilib bilarkan, mana shuni qildi degan narsa uchun qilgan edik-ku. Uje uni qilib bo'lgandan keyin bizga nima kerak endi? Va xuddi shu narsani iltimos bolamizga ham o'tkazmaylik. Bolamizga ham o'sha programmani singdirmaylik. O'sha singdirmaslik uchun bolani prosta boruvchi yaxshi ko'rish kerak. Uni baholarga bog'lab qo'ymaslik kerak.